aka 10 ta bonus bilan birgalikda ham chegirma, ham bonus aka xohlasa rassrochkaga 5 yilgacha rassrochka artiksiyalar bo'ladi. Germaniya brendlari mustahkam bo'ladi. Motorga ko'proq garantiya, ko'proq probeg garantiya beriladimi? Albatta aka, bozorda O'zbekiston bozoridagi ko'pgina avtomobillarga 5 yil 150 ming kilometrgacha kafolat berilgan bir vaqtda bizani Soyuz brendiga 6 yil 200 ming kilometr kafolat beramiz aka. Aka, bu Soyuz avtomobillarimizni klassi balandroq. Sizga sizni o'sha pamet bo'ladimi? Abagif, elektron tormoz, avtohold, besprovodniy zaryadka, klimat kontrol, kruz kontrol, adaptatsion kruz kontrol hammasi bor. Даже aka akustikasi ham Sony yaponskiy bo'ladi aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Akalar videoga bitta like bosib, Swift inomarkalariga qiziqib yurgan yaqin tanishlaringizni bizga jo'natasiz. O'zingizdan videoni bejizga ko'rmayapsiz, Swift modellariga sizda ham qiziqish bor. Qars shahrida Farhod bozor yonidagi Swift rasmiy avtosalonida mehmonmiz. Swift modellari bozorga qayerdan kirib keldi? Bularning zavodi qayerda ishlab chiqarilyapti? Ertaga xarid qilgandan keyin necha yilgacha garantiya beriladi? Zapchasti bormi? Rassrochkaga necha yilgacha chiqarsa bo'ladi degan savollar juda ham ko'p. Shu yangiliklarni ko'rsatish uchun yetib kelganmiz. Avtosalon menejeridan hamma yangiliklar, rassrochkaning muddatlari, 60 oyga rassrochka chiqarsa bo'ladi, qanaqa tartibda bo'ladi, qancha to'lov qilish kerak, oliy to'lovlar necha puldan chiqadi. Bu juda ham qiziq. Va rasmiy avtosalondan xarid qilgandan keyin necha yilgacha rasmiy kafolat, servis garantiya bo'ladi. Shu taraflama to'liq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Keyin hamma qiziqyapti. Rasmiy avtosalonlaringizda ham hamma modellardan bormi deyilyapti. O'zbekiston bozorida Swift brendini qanaqa modeli sotuvda bo'lsa, Qars shahridagi rasmiy Swift avtosalonida ham nalichida bor. Kelib bir kunda xarid qilsanglar bo'ladi. Bu yoqqa avtosalon menejeridan hamma yangiliklarni chiroqli ko'rsatamiz. 10 tagacha avtosalon tarafidan mashinaga bonus qo'shib beriladi. Videoga bitta like bosib, Swift inomarkalaridan xarid qilmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natamiz. Qars Swift avtosalonidan videorolikimizni boshlaymiz. Menejerimiz bizga to'liq ma'lumotlarni yetkazib beradi, xudo xolasa. Azamat aka, yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, hormang, salomatmisiz? Charchamasdan xalq xizmati bilan. Albatta aka. Videoni boshidan ma'lumotlar juda ham qiziq bo'lyapti. Hamma obunachilarga Swift brendi juda ham qiziq. Bu Qars shahridagi avtosalon, rasmiy avtosalonmi? Xarid qilgandan keyin zapchas bo'ladimi? Keyin bu mashinalar O'zbekiston bozoriga qayerdan kirib kelgan? Zapchas, servis qayerda o'zi? Zavod qayerda bularni? Ertaga topa olmay qolmayman xarid qilgandan keyin sizlarni. Qanaqa bo'ladi shu narsa? Avtosalonda rasmiyligiga keladigan bo'lsa, aka o'zingiz ko'rib bunaqa avtosalon aka Qashqadaryoda kamdan kam aka. Biz O'zbekiston bo'yicha avtosalon dilerlaridan bittasimiz, ya'ni Qashqadaryoning avtosalon dilerlik markazimiz aka. Soyuz brendi bo'yicha aka ko'rib turibsiz, Soyuz avtomobillarimiz aka deyarli hamma modeldan nalichiga hamma rangini olib qo'yganmiz aka. Oq desmi, qolgan boshqacha navishli ranglar desmi, deyarli hammasidan bor. Bu test drive'ga ham bittasini qo'yib qo'yamiz, kelsa haydab ko'raversa bo'ladi-ya. Aka test drive'imiz tayyor turibdi, doimiy tayyor turadi aka. Aka mashinani bitta haydab ko'raylik degan mijozlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol avtomobilimizni haydab yurishini qiladigan asfaltlargacha o'zlari amin bo'lsalar bo'ladi aka. Soyuz brendi qayerdan kirib kelgan? Aka bu savolga javob beradigan bo'lsak, Soyuz brendi Xitoy brendi hisoblanadi aka. Vaqtida bu avtomobilni aka yapon mashinalarini ishlab chiqarib bergan. Qo'shimchasiga hozirgi kunda aka Soyuz brendi boshqa shahar klassovlarni ishlab chiqarish boshlagan. O'zbekiston bozoriga ofitsiallik qilingan aka. Hozirda aka nemislar bilan samimiy ishlab chiqaradi. Ya'ni motor qismlari to'liq nemislarga desak bo'ladi aka. Demak, o'sha Germaniya bilan birgalikda desak, noto'g'ri ma'lumot emas bu. Albatta. Bemalol aka Germaniyaning o'sha motor qismlaridan foydalanyapti desak ham bo'ladi aka. Bu degani boshlarning asosiy yuragi aka nemislarga desak ham bo'ladi. Nemislarga qonun bor desak ham bo'ladi aka. Qanaqa garantiya servis? Endi bilasiz, Germaniya brendlari mustahkam bo'ladi. Motorga ko'proq garantiya, ko'proq probeg garantiya beriladimi? Albatta aka. Bozorda O'zbekiston bozoridagi ko'pgina avtomobillarga 5 yil 150 ming kilometrgacha kafolat berilgan bir vaqtda bizani Soyuz brendiga 6 yil 200 ming kilometr kafolat beramiz aka. Sababi mashina haqiqatan o'sha sifatga javob bera oladi. Yurib yurish masofalar anchaga uzoqroq bo'ladi. O'shani xizmat evaziga aka avtomobillarga hech qanaqa aka shubhasiz ishongan holatda 6 yil 200 ming kilometr kafolat beramiz aka. Bu realni siz sotuvda turibsiz. Xarid qilgan mijozlarni o'sha motor hadovi haqida bu qo'ying hammasini sotuvchilikda realni fikr qanaqa xalqqa juda ham qiziqda bu. Aka o'zim buni yuribman, xudo xolasa aka. Mana shu test Gibridni o'zi haydayapsiz, xudo xolasa. Aka har qanday sharoitda buni ko'rdim. Aka ham bana aka qo'rqmaysiz bu avtomobilda yurishda aka. Benzin asfaltdan ekanlamishni aka. Sifati ham anchaga zo'r. Mashinani shumkalarigacha bor aka. Shaharda yursangiz ham hech qanaqa aka shovqinni salonga bermaydi. Ichidagi komforti ham aka sizni haydashingiz uchun
maksimal darajada komfort qilingan. Xo'p, kelib ko'rmoqchi bo'lgan qashqadaryolik yurtdoshlarimiz, obunachilarimiz uchun adres, manzilni, lokatsiyani to'liq tushuntirib qo'ying. Qayerda Qarshi shahrini? Aka Qarshi shahar biladigan har bitta odam biladi bu yoqda lokatsiyamizda. Aka bu tomon Farhod bozori. Mana Versal ko'rinib turibdi. Albatta, to'g'rida Versal to'yxona, o'ng tomon Yerqo'rg'ondan kelish, chap tomon Sohildan kelish, ya'ni Qarshi G'archidan kelish. Bu trassamiz esa aka Toshkentga chiqib ketish bo'ladi aka. Bu tomondan kelsangiz ham yo'l ustida turibmiz aka, bu tomondan kelgan bo'lsangiz ham yo'l ustida turibmiz aka. Bu yoqda Jetor avtosaloni bilan So'z avtosalonining yonma-yon joylashgan ikkala avtosalonni o'zimizga qaraydi aka. Bemalol kelib turib, xohlasin So'z, xohlasin aka Jetor avtomobildan haydab ketishadi. Ish kunlari qanaqa bo'ladi? Ish kunlari 7:24 formatda aka. Xohlagan vaqt kelsinlar aka. Yarim kechasi kelsa ham telefon qilib, men bormoqchiman, boshlamoqchiman desalar aka, yarim kechasi ham aka xizmatni ko'rsatib beraveramiz aka. Demak, avtosalon kirsa bo'ladi. Juda ham qiziqish ortyapti. Bismillah. Nasib qilsa akalar, hammamizga ana shunaqa markalar. Bu yoqda aka So'z avtomobillarimizni hamma modeldan showroomga kiritib qo'yganmiz aka. Bemalol ko'rib, aka ma'lumotlarni olsalar bo'ladi. Haydab ko'raman desa, aka ko'chada test qilamiz, tayyor qilib ko'rsatib o'tadi. Byudjetliroq variant kerak xalqqa. Faqat aytishadi, qimmat bizga, sal pul yengilroq, arzonni ko'rsat, o'shani bo'lib to'lashga chiqarib biz olamiz deyshadi. Albatta. Byudjetli variant qaysi biri? Aka bu So'z avtomobillarimizni klassi balandroq aka. Bu avtomobilimiz 300 milliondan kami yo'q. Sababi o'zining narxiga nisbatan aka o'shanga yarasha sifati ham bor, komforti ham bor. Aka budjetli variantdan keladigan bo'lsa, yangi modelimiz So'z S06 bo'ladi. Bunda 3 xil pozitsiya, 3 xil komplektatsiya, 1.5 turbina motor, 1.6 turbina motor va 3-chi pozitsiyasi gibrid avtomobil bo'ladi aka. Narxiga keladigan bo'lsa, aka buni 1.5 turbinaliga 344 million 500 ming so'm bo'ladi. Benzinli xohlaganlar uchun. Benzinli. 1.6 turbina motorli, ya'ni eng full komplektatsiya benzinli motorli 364 million so'm bo'ladi. Gibrid esa aka 421 million 500 ming so'm bo'ladi. Tashqi tomonlama aka dizaynda ancha chiroyli ishlangan. Haqiqiy aka ko'chada yursangiz, hammani e'tibor tortadigan avtomobil. Salon qismiga keladigan bo'lsak ham, aka salon qismi ham minimalizm aka. Bunda ortiqcha knopkalar yo'q. Bitta aka standart qoldirgan haydovchini chalg'itmaslik uchun aka klimat kontroli knopkalari va avarinkalari aka o'zimiz standart joylarda bo'ladi. Bu endi o'sha xavfsizlik uchun qoldirilgan bu narsa. Mashinamiz kojinli salon bo'ladi. Karpitkasi ham, obshipkalari ham, pamet sidenlari bo'ladi, o'rniq xotirlari, o'rniqlari sovutadi, isitadi bo'ladi ustidagi klimat kontrollar bu. Palso движения, самотормозение, ya'ni adaptiv kurs kontrol va kurs kontrollari ham bor. Panorama rullari 540 gradus kameralargacha bor. Oldida ham, orqasida ham partronga, ya'ni xavfli o'sha sezish datchiklari ham bor. Avtomobilda nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi bor. 20 mm diska barmoqda, hadoy sistemalari anchagina yumshoq, orqasidan ustatot podveska, dizayn esa oldin bank versam bo'ladi. Xullas, shu mashina sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda avtosalon menejer raqamlarini qo'yib qo'yamiz. 724 telefon qilinglar, to'liq ma'lumot berishadi. Yana o'sha рассрочка muddatlari yoki minimal qancha summa bilan chiqarsa bo'ladi, hammasini chiroyli qilib menejerlar tushuntirib berishadi va kelib xarid qilganingizda 10 tagacha bonuslar avtosalon tarafdan qilib beriladi albatta. Bonuslarimizni oldinroq aytib qo'ydim aka, bonuslarimiz 10 taga ko'tarilgan xudo xolasa. Bu maksimalni o'sha xalqimiz uchun aka qo'shimcha yana ham yordam aka. Yordam deganda rag'batlantirish aka. Biz avtosalonda bitta mashina xarid qilyaptimi? Mashina to'liq aksiyon bilan aka bizni qo'yib, uстановkalardan besplatniy bo'ladi, bepul bo'ladi aka. Tayyor holatda mashinani qisqa fursat ichida xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Zo'r juda ham. Albatta, yana zo'r do'kondan ochib qo'yamiz aka. So'z Qarshi dilerlik markazimizda, ya'ni o'sha Farhod bozori oldidagi avtosalonimizda mashinani xarid qilasiz, siz chegirmadan qo'lga kiritasiz. Narxidan chegirma ham bor, a? Albatta. Bu aka 1.6 turbina benzinli motorligimiz narxi 364 million so'm bo'ladigan bo'lsa, 20 million so'm chegirmasi bilan birgalikda mashinani 344 millionga bemalol xarid qilishlari mumkin bo'ladi aka. Zo'r. Demak, hamma pozitsiyalarga yaxshigina chegirmalar ketyapti. Qiziqqanlar. Albatta. Qo'shimchasiga rassrochkamiz ham ochib qo'yganmiz aka. Yangi modellarga hech qaysi avtosalon ochmaydi. Biz rassrochkani ochib qo'yganmiz aka. Ya'ni boshlanishda 25% minimal 25% dan 70% gacha to'lov qilsa aka, muddatini 1 yildan 3 yilgacha hech qanday foizlarsiz o'zining nomiga, lizing aralashuvsiz o'zining nomiga xarid qilish imkoniyati mavjud. Xo'p, bunga demak 3 yilga rassrochka bor ekan. Video boshidan men 60 oyga rassrochka beramiz deb qo'ydim. Qaysi modellarni unaqa chiqarsak bo'ladi? Yangi model bo'lgan uchun bunga rassrochka muddatimiz 3 yilgacha ochib qo'yganmiz. Endi boshlamiz aka. Bu yo'lda ko'rib turganimizda aka, So'z S07, ya'ni 7 o'rinli avtomobillarimizga aka 5 yilgacha rassrochka ochganmiz aka. Endilikda aka avtomobil olish
hech qanaqa muammosi bo'lmaydi aka. Xohlasin 5 yilga pulni mayda-mayda qilib to'lasa ham bo'ladi. Ya'ni aka S07 avtomobilimizda ikki xil komplektatsiya, 1.5 turbina va 1.6 turbina bo'ladi. Eng full komplektatsiyada narxlarga keladigan bo'lsak, aka 1.5 turbinalik 364 ming so'm, 1.6 turbinalik bo'lsa 403 ming so'm. Shu o'rindagi ma'lumot o'rnaydi. Bunaqa chegirmani hech kim bermagan. Aka bu chegirmani biz ham avtosalon obunachilarimizga va xalqimizga beradi aka. Siz 364 millionlik 1.5 turbinali motorni oladigan bo'lsangiz, S07 ni narxi 364 million bo'ladigan bo'lsa, biz chegirmada aka 325 million so'mga qilib beramiz. Bemalol aka 364 million moshani chegirmada 325 millionga xarid ham bo'ladi. Yoki aka 1.6 turbinali motorli eng full komplektatsiyasi 403 million bo'ladigan bo'lsa narxi, siz bu avtomobilni bemalol aka 355 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Yaxshi chegirmalar demak-a. Bu qiymatdagi chegirma aka bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Avtosalonga kelib boshlanib bitta tanishish kerak, bitta haydab ko'rish kerak. Ma'qul keladigan bo'lsa aka avtomobilni oladigan davr keldi aka, bemalol xarid qilish mumkin. Hozir narxidan mana 4.000-5.000 tushirib beryapsiz-da. Aytilgan 10 ta bonusni ham qilib berasizmi shuning ichiga? Bonuslari ham aka, bu bonus hech qachon bonussiz bo'lmaydi aka. Bonuslari bilan birgalikda, 10 ta bonus bilan birgalikda ham chegirma, ham bonus aka xohlasa, rasulchiga 5 yilgacha rasulchiga xarid qilsalar bo'ladi. Rasulchikani tartib olganman aka, qanaqa boshlang'ich 25%, 70% gacha, muddati 20 oydan 60 oygacha. Ya'ni aka 5 yilgacha hech qanday foiz. Bu lizingmi yo lizing emasmi? Qanaqa bo'ladi? Lizing emas, o'zining nomida aka rasulchiga bo'ladi. O'zi shaxsiy nomer taqadi avtomobiliga va yana yaxshi tomoni bizning rasulchikarimizda kechiktirgan kun uchun hech qanaqa foiz tug'maydi aka. Ko'p rasulchilarda bor aka. Siz rasulchika olasiz, 1-2 kun kechiktirilgan bo'lsangiz, oylik o'ziga nisbatan aka o'sha pina chiqadi, ya'ni foiz chiqadi. O'sha internetda shov-shuv bo'ldi-yu, Jim rastrojkalar o'sha Onyx Tracker oshcha aytgan yaxshida, internetda ko'p shov-shuv bo'ldi. Kechiktirilgan kunlar uchun foiz pina juda ham baland. Xuddi shu narsa haqida gap bo'lyapti. Bunda hech qanaqa pina yo'q. Aka nafaqat Jimda ko'p inovatsiyalarni rastrojkasi e'lon qilinadi. Rastrojkasida pina bo'ladi aka. Bizning o'sha so'z modellarimizda rastrojka kechiktirilgan kuningiz uchun hech qanaqa pina chiqmaydi. Dizayni chiroyli ekan, juda ham azomat aka. Salon qismiga keladigan bo'lsa, aka maksimalli komfort bor. Sizga o'sha pamet bo'ladimi, abagif, elektron tormoz, avtohol, besprovodniy zaryadka, klimat kontrol, kruz kontrol, adaptivniy kruz kontrol hammasi bor. Даже aka akustikasi ham soni yaponskiy bo'ladi aka. Xo'p, moshinamiz qaranglar. Siznlar elektronniy, o'sha pamet siznlar bor, siznlarimiz qiziydi, o'yinlar knopka bu yoqda, elektropaket, kruz kontrol, adaptivniy kruz kontrol bor hammasi. Hammasi bor aka, hammasi ishlaydi, bor ham aka, mashina eng full komplektatsiyada bo'ladi aka. Panorama mana aka, 7 места panorama. Qo'shimchasiga aka o'sha hadoy sistemasi ancha yumshoq. Aka salonda bu avtomobilimiz 7 o'rindiqli, o'rta qatordagi odam ham aka klimatni o'zi boshqarsa bo'ladi. Bu yoqda displey bor aka, klimat kontrol qilsangiz, orqadagi uchun aka boshqaruv yonadi. Siz bemalol haroratni o'zingizga to'g'rilasangiz bo'ladi. Orqa mestalar yoki orqani bagaj sifatida foydalansa ham bo'ladi, farqi yo'q. Orqa tomonlari ham joylashgan aka. Hozirgi zamonaviy bola bosh aka, orqa stop chiroqlari bo'ladi, parktroniklar bor. 540 gradus kameramiz ham bor aka. Boshlarni yurishi anchagina yumshoq aka. Buni kelib turib bitta haydab ko'rsalar bo'ladi. Bizda test raqamlarimiz bor. Kesimda aka test raqamimiz mutlaq bepul bo'ladi. Xohlagan makondan boshlarni haydab ko'rib, o'zini fikrlarini bildirsa ham bo'ladi. Aka qachondir olaman, misol uchun 1 yildan keyin olaman, kunlar bo'ladigan mijozlar ham aka uyda o'tirmasdan boshlarni qiziqib kelib ko'rish kerak aka. Sizni niyatingiz sal keyinroq bo'ladigan bo'lsa, o'shangacha siz mashina bilan tanishib borib, aka, haqiqatdan shu mashinani sizni ko'nglingizga o'tirguncha ko'rib, aka, haydab ko'rib, ma'lumotni olib ketsangiz ham bo'ladi. Imkoniyatlarimiz ham bor. Xo'p, demak, bu ikkinchi pozitsiya, bu birinchi pozitsiya. Asosiy farqi nimada bo'lyapti shunda ikkalasi? Farqimiz motorda, eng asosiy farqimiz 1.5, 1.6. Bunda 1.6. Bunda 1.5lik bo'ladi, komfort komplektatsiya. Bunda funksiyalar bor aka, 1.5 o'qishlar anchagina yaxshi. Salonlar to'liq kojinli bo'ladi. Ikkalasi salon deyarli bir xil bo'ladi. Faqatgina buni ozgina funksiyalari kamroq bo'ladi. Lekin narxiga ancha arziydi. 364 million boshlanib, 325 million xarid qiladigan bo'lsa, aka, 325 million 7 o'rinli. Bunaqa dizayn, bunaqa komfort bilan O'zbekiston bozorida topish juda ham muammo. Xo'p, hozir o'sha trading, ya'ni obmen masalasi trendda bo'lyapti-da. Hamma
sarsongarchilik xohlamaydi. Bozorga chiq, mashinani yuvib kutib tur, sota olmay qaytib kel. Unaqa narsa sarsongarchilik yoqmayapti. Albatta. Misol uchun men mashinamni hozir shunday tashladim sizga. Haydab ketsam bo'ladimi, Murod endi marka? Tele masalasiga keladigan bo'lsa, xohlagan markadan emas, xohlagan brenddan model bo'ladigan bo'lsa, biz hisob olib qo'yamiz aka. Hozir kun issiq aka, oson emas, bozorga chiqarib, balki bir kun vaqtingiz qazib mashinani sotishingiz aka. Bizga olib keling, narxlaymiz aka, narxi ma'qul beradigan bo'lsa, bemalol aka, obmen, ya'ni almashib ketsangiz ham bo'ladi. Aka, narxlashga bunaqa biz yil ura olmaymiz. Joy keldi aka, biz bozor narxini yuqori narxga ham o'tkazib berdik mijozlarimiz uchun. Biz ham o'sha mijozlarni bo'lgan holatda, ertaga buni oladigan bo'lsa, qolgan moliyatorlar sal yengil oshish uchun o'zini avtomobilni qimmatroq hisobga berishga maksimal harakat qilamiz aka. Demak, ko'ringlar, qiziq bo'ladigan bo'lsa, obmen masalasi ham bor. Kelasiz, o'zingizni istalgan mashinangiz bo'lsa, farqi yo'q. Cobalt, Gentra, pulga keladigan mashinangiz bo'lsa, bo'ldi. Xohlasangiz bosh to'lovga, xohlasangiz mashinangizni bering-da, qolganini naqd berib keting. Unisini qizig'i yo'q. Muhimi kelasiz, 10 tagacha bonuslar bilan xarid qilasiz. Test drive imkoniyatlar, bonuslar avtoson zimmasida bo'ladi. Menejerimizni kelganda o'zlarini mahkam ushlab olasizlar. Yana qanaqa modellar bor? S09 modelimiz, bu kattaroq model bo'ladi. Dizayni ham Azamat aka. Dizayni ham anchagan chiroyli ishlangan aka. Bu modellarimizda xohlasangiz benzinli motor bor, xohlasangiz gibrid bo'ladi. Hozir ko'rganimiz aka DM Pro Max komplektatsiya, eng full komplektatsiya bo'ladi. Gibrid avtomobil, plug-in gibrid bo'ladi aka. Ham o'zini zaryadlaydi, ham uyda 220 voltga zaryadka qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Zapasni foto qanaqa? Elektr o'zida 120 km-ga tushirib beradi aka. To'liq bak benzin va elektrga aka 1200 km-gacha maksimal to'liq bosib beradi. Ya'ni 100 ga 4 litr benzin asosiga to'g'ri keladi. Biz aka anchagan ekonomik uchun bu gollarga 4 litr benzin asosiga anchagan ekonomik bo'ladi aka. Qo'shimchasiga aka dizayn chiroyli oldi monoposh, absorberlarni yonib beradi. 540 gradus kamerasi bor aka avtomobilimizda. Panorama bu. Ichida deyarli hamma kamera bor. Diska razmerlari 20 dan bo'ladi aka. Mashinani yurib yurishi ancha yumshoq. Mashinani uzunligi, balandligi gapsiz bo'lishi mumkin emas. Mashina juda ham katta. Videoda aka ko'rinmasligi, bilinmasligi mumkin, lekin avtomobilimizni kattaligi anchagina yaxshi. Bundoq qaraganda avtomobilimiz karavot aka. Ichida o'tirsangiz, mashina aka yurmaydi, suzadi. Hech qanaqa ovozlarni Elektropaket, pamyat sizinlar bor. Albatta. Akustikalar ham Sony bo'ladi, bunda ham aka, videoregistratorlar zavodskiy bo'ladi aka, besprovодный зарядка, обогрев Bluetooth, hamma komfort bor. 7 mesta. Menimcha 7 mestaga eng talabga javob beradigan variantlardan biri shu, kenglik bo'yicha. 3-qator ham keng. Bu avtomobilimizni aka, o'sha serozinoq kartejlarga ham qo'shiladi aka. Avtomobil yurishi yumshoq, komforti ko'proq, kattaligi ham kattaroq. O'shaning uchun kartejlarga ham aka, ancha zo'r tushadigan avtomobil. Bu avtomobilni asosan davlat tashkilotlariga sotamiz aka, o'sha qor rangida. Davlat tashkilotlariga ham aka, korporativ tashkilotlarga ham ancha zo'r avtomobil. Yurishi. Xullas, gavda ko'rinishda bor-da, zo'r juda ham. Operativ avtomobilda aka, operativ avtomobil o'sha turkumga kiradi avtomobil. Tezligi ham aka talabga javob beradi, yurishi ham yumshoqligi talabga javob beradi. Zapchast, servis, garantiya muammo emas, a? Albatta, kafolat videoni boshida aytib o'tdiki, kafolat 6 yilga bo'ladi, 2000 kilometrga aka. Ehtiyot qismida hech qanaqa muammo yo'q aka. Xohlagan ehtiyot qismi aka to'g'ri beriladi. To'g'ri bermaydi, uzib bo'ladi aka. Eng ko'p kerak bo'ladigan qismlar doimo avtosalonda servis sotuv bo'limidagi naricha tayyor turadi. Yo'q, ehtiyot qismi bo'ladigan bo'lsa, aka 12 soatdan 24 soat ichida yetkazib beriladi. Ya'ni hech qanaqa muammo yo'q. Mana shu Swift S09 gibridlar necha xil pozitsiyada sotuvda bor, narxlari qanaqa chegirma qilib beramiz? Bu avtomobilimizning narxiga keladigan bo'lsa, aka, price-imizning sotuvda, bugungi kunda sotuvda 475 million so'm. Aka, bu avtomobilimizga mutlaq zo'r imkoniyat yaratdik, ya'ni aka chegirma e'lon qilganmiz. Chegirmada avtomobilimizni aka 424 million, ya'ni 475 millionli avtomobilimizni 424 million yaratisalar bo'ladi. 51 million so'm chegirma bilan aka zo'r avtomobil bemalol olib chiqishim mumkin bo'ladi. Bu infoli, bundan bitta pastki funksiya o'sha model bo'ladi aka, pozitsiyasi bo'ladi. Narxi 456 million so'm. Chegirmada aka 51 million so'm chegirmada 405 million so'mga xuddi shunaqa avtomobil xarid qilsalar bo'ladi. U ham gibridda shunda? Gibrid aka tashqi ko'rinishi, ichki ko'rinishi bir xil bo'ladi. Faqatgina bitta funksiyasi bilan farq qiladi aka. Kelsa-da funksiyalar o'sha farqini tushuntirib beramiz aka. Lekin ko'rinish, kuzov, salon bir xil. Havo uchas, motor uchas aka, hozir zapasning holatlargacha bir xil bo'ladi.
kelsalar aka, farqlarni tushuntirib beramiz aka, ikkalasini haydab ko'radi. Qaysi bir ma'qul degan bo'lsa, bemalol haydasa ham bo'ladi. Rassrochka so'raganlarga qanaqa taklif beramiz? Rassrochkalarimiz 5 yilgacha aka, boshlanish 25% dan 70% gacha, muddati 20 oydan 60 oygacha hech qanday foizlarsiz, penallarsiz o'zim nomiga haydab qilishlar mumkin. Lizing u bu narsa yo'q. Albatta aka, lizing almashuvsiz o'zim nomiga chiqarib beramiz aka, o'zi shaxsiy nomer taqadi aka avtomobilingizga. 10 tagacha bonus qilib beramiz-da bunga. Bunga 10 tagacha bonus aka. Bonuslarni aka 10 tagacha qilib beramiz. Hamma narsasini ustunovka qilib, tayyor holatda uni boshqargan fermer bonuslarni rag'batlantirib, boshqa xarid qilishlar mumkin bo'ladi. O'zbekiston bozorida sotilayotgan eng zamonaviy inomarkalardan biri 60 oyga rassrochka 10 tagacha bonus. Zo'rcha takliflar bu juda ham. Bu gibrid aka. Endi kimdir aka dvs benzin motorini xohlaydi, bosganda ovozini xohlaydi aka. O'shanaqa mijozlar uchun aka buni benzinli 2 turbina motorlari bor. Ya'ni 250 ta ot kuchi bilan aka. Ko'rinishda farq bormi yo'qmi shunda? Ko'rinishda farq yo'q, aka bir xil bo'ladi. Faqat bu benzinli motor bo'ladi. Bu Premium Plus komplektatsiya aka. Buni bitta joyga e'tibor beraylik aka. Balonlari Michelindan chiqqan aka. Bu o'sha mashinaning sifatini aka bildiradigan fishkalardan bittasi bo'ladi. Michelin balonni necha pul turishini bilganlar biladi o'zi. Albatta. Bu ham full komplektatsiyada hamma funksiyalari bor. Akustikali soni aka mashina nimaiki komfort kerak bo'ladi. Ko'rinishi bir xil ekan saloni. Albatta, ko'rinish bir xil. Buni narxi kelgan bo'lsa aka 51 million so'm chegirmada mashinani 378 million so'mga xaridlasa bo'ladi. 378 million so'mga 2 turbina motor, katta ob'emdagi avtomobil, o'ta zo'r narsa aka. Bunda qanaqa motor turibdi? Gaz qo'ysa bo'ladimi? Hammaga qiziq. 2 turbina jiddiy motor turibdi aka. Bemalol propan gaz ballonini ustunovka qilsa bo'ladi. Propan gaz ballonini ustunovka qilish xizmati o'zimizda ham bor, servisimiz aka. Kaforatlari buzilmagan holatda bo'ladi. Mashinaga 6-200 km kaforat beradigan bo'lsak, aka, gaz qo'ysa ham o'sha kaforat saqlanadi. Endi showroomda negativlar uchun aytib ketishimiz kerak. Kuni kecha o'sha Stack servisda syomkada bo'lganimda jiddiy motor keldi-da, bitta jiddiy motorli avtomobil, inomarka. 32 ming kilometr yurgan ekan, adashmasam 2000 kilometrda gaz qo'ygan ekan. 30 ming kilometr jiddiy motor, hech qanaqa muammosiz propanda harakatlanibdi. Gaz quyish sohasida ham aka hamma ham bu avtomobilga jiddiy motorli gaz qo'ya olmaydi aka. Ko'pchilik bu narsani tushunmaydi aka. Biz o'sha avtosalon sohasida yurganimiz uchun bu narsani yaxshi bilamiz aka. Jiddiy motorga yaxshi gaz, ya'ni aka yaxshi ustaga qo'ydirsangiz avtomobil hech qanaqa отказ qilmaydi. Aka ko'pchilik buni arzon propan gaz ballon uchun aka qo'ydiradi. Aka buni otuvchi baland, motor ob'emi katta aka. O'shaning evaziga bunga yaxshiroq gaz ballon qo'ysangiz, mashina отказ qiladi. O'sha o'zlaringizda rasmiy kafolat bilan o'rnatib beriladi-ya. Servisda aka gaz qo'yish xizmati ham bor aka. Kelinadi aka, qo'yiladi, gaz kafolat buzilmaydi. Ertaga nima muammo bo'ladigan bo'lsa, aka uni javobgarlik bizning bo'limimizda bo'ladi aka. Demak, o'sha ertaga mashina xarid qilgandan keyin rasmiy kafolat buzilmaydigan servisdan borib o'rnatsanglar bo'ladi. Albatta. Xo'p, zo'r juda ham. Bunga rassrochka bor. Albatta, bunga ham rassrochkalarimiz bor aka. Hammasida rassrochkalarimiz boshqa tartibda bo'ladi. Bemalol aka bizning avtosalonga kelib, xohlasan chegirma bo'ladi, xohlasan rassrochka, xohlasan 1 yildan 5 yilgacha o'zi kreditlari. Ya'ni kredit stavkalarimiz ham aka 1% dan maksimaldan aka 15.5%gacha bo'ladi. Bemalol aka mashina xarid qiladigan davr keladi. Foydalanib qolsalar bo'ladi. Gap yo'q. Pastda avtosalon menejer raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Kimga qanaqa model qiziqish bo'ladigan bo'lsa yoki kimdir shunaqa bo'lishi mumkin-da. S08 olmoqchiman, 150 million so'm pulim bor. Qolgani qanaqa bo'ladi? Rassrochka yoki bank bo'lsam, necha puldan chiqadi? Yoki men bu gibrid xarid qilmoqchiman, yarim puli bor. Qolgani foizsizga necha puldan chiqadi deyish mumkin. Bu yog'iga savol-javobda siz telefonda javob beraverasiz. Aka, ish vaqtimiz aytdi 7:24. Aka, xohlagan vaqtda sizlar mashina taqdim qilaveramiz. O'sha bank xizmatlari bilan birgalikda bo'ladi aka. Kelmasdan uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, aka bemalol telefon orqali chiqib, ma'lum o'sha grafiklarni hisoblattirib, o'zlari uchun ma'lumot olsa ham bo'ladi. Avtosalonimizga kelsalar, qo'shimcha imkoniyatlar, aka test taraflarimiz bor, aka kelib turib, aka mana bu yerda salqinlarda, aka salqinchiliklar bilan, kofelar bilan mashina haqida ma'lumot olib, bemalol aka o'zgina o'sha xayrlarni chaqirsa ham bo'ladi. Zo'r juda ham. Obunachilarimizga 10 tagacha bonuslar qilib beriladi. Bonuslarni aka mashina tayyor holatda xarid qilishi mumkin. Nalichida hamma rangidan bor, aka hamma pozitsiyasidan bor. Zo'r aka 2 soat ichida avtomobilni to'liqroq jihozlar bilan xarid qilish mumkin. Azamat aka, ma'lumot uchun rahmat. Obunachilar kelganda yaxshi kutib olish, yaxshi inomarkalarda yaxshi bonuslarda chiqarib jo'natish sizning zimmangizda bo'ladi. Hammani Qarshi shahridagi rasmiy Suyust avtosalonida kutib qolamiz. Kimga qanaqa model yoqdi, video davomida kimga qanaqasini niyat qildinglar, kommentariyada izohlarda yozib qo'yinglar. Hammamizga eng zo'rlari, eng qimmatlari nasib qilsin. Hammani Suyust Qarshi rasmiy avtosalonida kutib qolamiz.